oddiy mantidan ancha farq qiladi. Ana endi buni o'rtasidan bo'lamiz qarindoshlar mana. Voy, buni qaranglar. Mantiqasxonda oshirma manti qilamiz qarindoshlar. Xamirni olamiz. Xo'sh, chetlarini yoyib olamiz. Ichiga qiyma bilan piyoz solamiz. Dem qilib o'raymiz qarindoshlar. Birinchi bo'lib albatta mantiqasxonimizni listlarini yog'lab olamiz qarindoshlar. Opa. Oshirma mantilarni terib chiqamiz qarindoshlar. Ana. Oshirma xamirni pishishga jo'natamiz qarindoshlar. Ana, tayyor bo'ldi. Uni olamiz. Ketdik. Opa. Voy, buni qaranglar. Voy. Ana. Voy. Shunaqa mazali. Qo'llarim dard ko'rmasin. Mantiqasxonim baraka topsin. Ha. Rosa zo'r chiqargan qarindoshlar. Obязательно oshirma xamirdan kichkinagina mantiqasxonda manti qilib ko'ring, juda zo'r bo'ladi. Qarindoshlar, aynan mana shu Chin bozor do'konimizdagi shiringina bo'lgan mantiqasxonchamizni narxi atigi 210 ming so'm va albatta bu mahsulotni siz butun O'zbekiston bo'ylab aynan mana shu telefon raqam orqali buyurtma bersangiz butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz yoki o'zingiz eski Chinna bozor 7-qator 16-do'konda joylashgan Chin bozor do'konimizga kelib mantiqasxonimizni shundoq o'zingiz ko'zlaringiz bilan ko'rgan holatda sotib olishingiz mumkin qarindoshim.